Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningda yana bitta Cobalt MCM Midnight tayyor holatda. Patoloklarini polni qoraytirib berganmiz. Zamish materialdan bo'lgan, qaranglar. Premium mahsulotlardan foydalangan holatda to'liq shumizolyatsiya qilib berdik. TCC3 haqiqiy originaldan ustunovka qilib qo'yganmiz. Full HD zadniy kameralari bilan birga. Kambuslarini o'qiydi MCM ham mana. Burilib burganda palasalari buriladi. Tiniqligiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Full HD kamera. Malibu 2 rul, Malibu 2 bar, polniy komplektatsiyasi bilan o'rnatib berganmiz. Black Piano variantini. MLS brendi ostidagi premium mahsulotlarimizdan ustunovka qilib berganmiz. Kamga ozgina udobstvo bo'lsin deb start stopni ham o'rnatib berganmiz. Tormoz bosib o'chadi. Tormoz bilan zavodidan bo'ladi. O'zini shtatniy pultiga oyna yopiladiganini ham qilib berganmiz. Pultni yopsa mana shunaqa ko'tarib beradi, biron-bir hamma oynasini ketma-ketlikda ko'tarib chiqadi qolsa. Pesovchning faralarini ham ustunovka qilib berganmiz. Ashibkasi yonib qoladi. Programma orqali ashibkalarni ham o'chirib berganmiz. Eshik ashibkalarga ahamiyat berasizlar. Materialli chassi bo'lardi, kojinli qilib berdik. Tepa qismi bo'lsa patolog bilan bir xil zamish qilib berganmiz. Karmashkalarini karpet qildik. Bu shumizolyatsiyani komplektda ketaveradi xolos. Matla bo'yicha maksimum murojaat qilasizlar, ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz inshaalloh.